Hayotingizdagi eng oson вечерний va нежный makiyajni bitta videoda bugunda o'rganasiz. Qo'shimizni tarab olamiz, skochimizni приклеивать qilib, обязательно консилер surib olamiz. Keyin mana shunaqa kistichka olamiz, плоский, точнее такой круглыйroq. Ozgina коричневый teng bilan ko'zimni ustiga o'tib oldim va растушевать qildim. И ozgina qoraroq teng olamiz, bunaqa взглядimiz насыщенный bo'lishi uchun va skochimizni olib tashlaymiz. Tadam, qiynalmasdan bizga ровный liniya chiqdi. Agarda biron to'y yo biron joyga borayotgan bo'lsangiz, blesk surib qo'ysangiz juda chiroyli bo'ladi. И стрелочка chizdik. Обязательно baza под макияж, pis tonalka oldim va shik konsiler oldim. Yuzimni sveja qilib berdi. Dальше bizada jidkий rumyana ketadi va buni ham kistichka bilan растушевать qilamiz. Airspoon bizada pudra и Dior highlighter. Bilasizlar, Diorni fanatiman. Dальше labimizga bir dunyo narsa chizamiz. Bilasizlar, labimni chizishni juda yaxshi ko'raman. Lily Kay korичневый qalam bilan 3 xil pomada oldim. Birinchisi shikni korичневый rangi past qilib suramiz va labimizni o'rtasiga qizilroq pomadani olib qo'limiz bilan растушевать qilamiz. Такой корейский, но при этом вечерний, красивый lab bo'ladi va shikni bleskini suramiz, do'stlar. Ushbu makiyajni даже bo'yani bilmay qiz ham qilib biladi. Всего лишь urinib ko'ring.